Konstruktorlar nihoyatda chiroyli ishlayapti ekan. 3 metr bilan ishlayapti. Bizni tomda ham ishlar jadallik bilan ketyapti. Arkalarimiz razmerini so'ragan akularimizga 1.20 ichi bo'ldi, 40 cm g'ish aylandi. Uchirish tayini ko'tarib qo'yganimiz hisobiga 1 metr bo'yi bo'lib qoldi. Ustun horlarimiz bo'yi 270 bo'ldi. Sesma poyezimiz 85 cm ekan. Shunda sesmadan tepasi 1.85 bo'ldi. 230 strapl tushdi. Strapillarimiz nihoyatda jadallik bilan qoqilib bo'lindi. Xudo xolisa. Yog'ochlar isrof bo'lib ketar ekan, ko'p rasxod qilyapsizlar ekan degan akukalarimizga bu nihoyatda baquvvat bo'ladi. Uchlariga, oldlariga loy bossa ham bo'laveradi. Tagidan alkapon, tumikapon qilinganda issiqdan saqlaydi. Shunaqa foydali videolarni qo'yib boraman. Bizda shunaqa sifatli xizmat bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Bitta like bosib qo'yishda unutmanglar.